Mana bahor fasli kelishi bilan hamma tokdan do'lma qilgisi keladi. Bugun men boshqacha usulda tok do'lmani qilib ko'rsataman. Xuddi mana shunaqa dumbalarga dimlaymiz. Tokki juda ham mazali chiqadi. Bir marta qilib yeb ko'rganingizdan keyin bahor kelishini kutadigan bo'lib qolasiz. Chunki bari toklardan qilinadi bu do'lma. Juda ham mazali, zo'r bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Tok do'lmamizga kerak bo'ladi 150 gram qo'y go'shti yog'liroq joydan uni to'rab tayyor qilib oldik. Undan tashqari yana 50 gram dumbani to'raymiz. Qiymasiga yarimta piyoz, 100 gram guruch, bitta choy qoshiqda zira, tabga ko'ra tuz, yana tok bariga kerak bo'ladi barrasidan. Keyin qozonimizga terish uchun bizga yana 100 gram dumba kerak bo'ladi. Hozir ishimizni dumbani ham mayda qilib to'rab olamiz va guruchni yuvib qo'yamiz. Mana guruchni yutib qo'ydik. 10 minutlar turadi guruch. Bu orada dumbani mayda qilib to'rab olamiz. Mana tok do'lmamizni piyozni to'rab oldik, mayda qilib, dumbani to'rab oldik. Endi 10 minut vaqt o'tdi. Guruch suvini to'kib tashlab, guruchni ham solamiz. Mana guruch suvini ham to'kib oldik. Endi buni solamiz qiymamizga. Endi zira bilan tuz solamiz. Mana tuz bilan zirani ham soldik. Endi 3 ta osh qoshiqda suv solamiz. Qiymamiz yana ham sochniy bo'lishi uchun o'sha suv solishimiz kerak bo'ladi. Mana 3 qoshiq suv soldik, iliq suv. Endi buni ham solamiz boya qiymamizga. Suvni ham soldik. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Mana qiymamizni aralashtirib tayyor qilib oldik. Bu shunaqa usulda bir tok qilib ko'rsanglar, bilasizlar, mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Dumbalarga dimlangandan keyin tok har yil bahor kelishini kutadigan bo'lib qolasizlar. Barra tok bagi chiqishini, chunki biz har yil bahorda toklar chiqishni boshlaganda albatta shunaqa usulda tok dimlaymiz. Mana endi tayyor bo'ldi qiymamiz. Endi tok bargimizni hali yosh, maydagina, o'shaning uchun bularni bir ro'ga issiq suvga botirib olamiz, ochilib ketmasligi uchun. Agar kattaroq bag bo'lganda, ularni shundoqlicha suvga o'ldirmasdan to'ksak bo'lardi. Buni bir ro'ga nomga issiq suvga botirib olamiz. Mana tok bagining ustidan qaynoq suv soldik. Endi hozir o'zi darrov buni to'kib tashlaymiz. Mana tok bagimizdan ichiga qiymani ozgina solib o'rashni boshlaymiz. Chetlaridan guruchlar chiqmagan qilib o'rtaga olib o'raymiz. Toklarimizni hammasini shunaqa qilib o'rab chiqamiz. Mana tok bagini hammasini o'rab oldik. Agarda oila a'zolarimiz soni ko'p bo'lsa, ko'proq qilib qilsak bo'ladi shu masalliqlarni. Endi dumbani pare qilib, juda ham yog'ga qilmasdan kesib olamiz. Mana dumbani pare qilib kesib oldik. Skorotkamiz 50 degan darajada yarim cho'michkina yog' solib oldik. Endi buni ustiga dumbadan 4 ta 5 tasini qo'yib chiqamiz. Mana 5 ta dumba bo'lakchasini soldik, ustiga ozgina tuz sepdik. Kartoshkamiz, bitta katta kartoshkani mana shunday pare qilib olamiz. Boyagi dumbani ustidan shu kartoshkani teramiz. Mana kartoshkalarni terib oldik. Endi ustidan tuz sepamiz. Mana tuz bilan ozgina zira sepib oldik. Endi buni ustidan toklarimizni terib chiqamiz. Mana tok terib oldik. Endi buni ustidan boyagi pare qilgan dumbani terib chiqamiz. Mana dumbani terdik. Ustidan endi ozgina tuz sepib qo'ydik. Endi uni ustidan qolgan tokimizni terib chiqamiz. Mana qolganlarni ham terib chiqdik. Toklarni. Endi buni atrofidan bir piyola suvni aylantirib quyib chiqamiz. Mana suv aylantirib quyib chiqdik. Qaynab olgandan keyin pasaytirib, qopqog'ini yopib qo'yamiz skorotkamizni va 15-40 minutlar ichida tokimiz tayyor bo'ladi. Mana tovamizni, skorotkamizni qopqog'ini yopib qo'ydik. 35 minut, 40 minutlarda pishadi. Ochib ko'ramiz 35 minutlardan keyin. Mana past qilib qo'ydik, shunaqa qaynab turishi kerak. Mana tok do'lmamiz tayyor bo'ldi. Oradan 40 minut o'tdi. Mana shunaqa chiroyli bo'lib pishdi. Shunda ular kirib toklarni juda ham mazali bo'lgan. Hozir ko'ramiz. Mana boyagi piyoladagi suvimizni tortgan. Ozginagina chetidan suvlari qolgan. Juda ham hidlari zo'r, dumbani yog'lari teggan.
umuman mazalar boshqacha bo'ladi. Bu tokni tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar, juda ham mazali chiqadi. Mana durmamizni ham shunaqa chiroyli qilib terib olamiz. Tarelkaga hozir ichlarini ochib ko'rsataman. Ichlari ham zo'r bo'lib pishgan. Parda bo'lsa ham, uncha suvga bo'kmagan bo'lsa ham, toklarimiz zo'r bo'lib pishadi ichlari. Xom bo'lib qolmaydi. Hozir ichlarini ochib ko'rsataman. Mana guruchlar shunaqa zo'r bo'lib, ezilmasdan zo'r bo'lib pishadi. Tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar. Agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana keyingi videolarda uchrashguncha